Dasturxonlarning to'kinligi xalqning farovon turmushidan dalolatdir. Yurtimizda tadbirkorlar uchun yaratilgan imkoniyatlar sabab bugun elning rizqi but. Ham dehqon bozorlarini to'ldirib, ham oilasi daromadiga hissa qo'shayotgan ishbilarmonlar qatorida esa Toshkent viloyatining qanchadan-qancha dehqonlarini sanash mumkin. Muxbirimiz ulardan biri haqida lavha tayyorlagan. Nurafshon telekanali ijodkorlari O'rta Chirchiq tumani Yangi Turmush mahallasiga yetib keldik. Bu yerda 6-avlod issiqxonasining 2 gektar yer maydonida mana shunday bir-biridan ajoyib bo'lgan qulupnaylar yetishtiriladi. Sezganingizdek, hozirgi lavhamiz qulupnay haqida. Jarayonlarni biz bilan kuzatishda davom eting. Tadbirkor Ibratilla Rixsitullayev 800 ming AQSh dollari evaziga xorij texnologiyasi asosida zamonaviy issiqxona barpo etdi. Bu faqat iste'mol bozorini rivojlantirib qolmay, balki yangi ishchi o'rinlari yaratilishiga ham sabab bo'lmoqda. 6-avlod issiqxonasida barcha yumushlar raqamlashtirilgan texnologiya asosida amalga oshiriladi. Ammo 50 nafar ishchiga talab borligi aytilmoqda. Mana bu qulupnoylarimiz avgust oyida ekilgan. 2 oyda mana shu hosilga kirishni boshlagan. Bizda asosan 3 xil navli qulupnoyimiz bor. Asosiy bu qulupnoyimizni boshqa qulupnoylardan ajralib turadigan farqi buni chidamliligi, o'ziga yarasha mazasi, o'ziga xos ko'rinishi shunaqasi bilan farq qiladi. Bu qulupnoylarimizga bir kunda 3 mahal udabrina degan oziqa beramiz. Haftada 1 mahal suv beramiz. Bu bizda asosan agronomimiz bor. Shu agronomimizni retsepti bo'yicha ish faoliyatini yurgizadi. Daromadlar yaxshi. Qulupnayning AQShdan olib kelingan navlari yil davomida 360 kun hosil beradi. Bir kunda issiqxonadan 1,5 tonnagacha qulupnay terib olinadi. Mana shu issiqxonaga ishga kirganimga 3 oy bo'ldi. İşlarimiz qiyin emas. İşimiz mana shu qulupnaylar o'zimiz parvarish qilamiz. Mana barilarni olib, hosillar o'zimiz teramiz. Mana shu hosillar xalqqa yetkazyapmiz. Terib, qadoqlab xalqqa yetkazyapmiz. Obedda issiq ovqat. Hamma sharoitlari yaxshi. Sifati yaxshi, mazasi juda ham shirin. Mana shu qulupnaylarni xalqqa yetkazish uchun mana shu xizmatdamiz, ishdamiz. Hozirgi kunda korxona qulupnaylarni Saudiya Arabistoni, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasiga eksport qilish bo'yicha shartnoma imzolagan.